Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana Fenzo bolalar, yaxshimisizlar? Bugungi videomizda men comeback qildim. Qaytish, ya'ni tabriklasanglar bo'ladi. 3-4 oy yo'qolib ketdim. O'ziga sabablari bor. Endi videolarni bosamiz bolalar. Sizlar qo'llab-quvvatlab podдержка qilib tursanglar bo'ldi. Xo'p bolalar. Endi bugungi videomizga keladigan bo'lsam, bugungi videomiz Minecraft Pocket Edition 0.15.0 versiyani versiyani yuklab olishni va afzallik taraflarini o'rgatib o'taman, ko'rsatib, tushuntirib o'taman. Hammalarga maroqli tomosha tilayman. Videoni biz boshladik. Mana bu Fenzo's channel kanalim. Hozirda 50 tadan ortiq obunachisi bor. Men shu kanalga tashlab qo'yaman. O'sha o'yinni silkasini va shu o'yinni tashlab qo'yaman va shu yerdan yuklab olsanglar bo'ladi. Faqat bitta shartim bor. Shu obuna bosib Telegram kanalimga keyin yuklab olsanglar bo'ladi. Shu bu versiyaga sizlarga batafsil tushuntirib o'taman. Mana sken qo'ysalaring bo'ladi. Va bu optionga kirib nima qo'yasizlar, ism qo'yasizlar va Magic Split Controlsdan chiqarasizlar, plus chiqarasizlar va mana Creative New World ochsa bo'ladi. Mana Creative ochdik. Mana Minecraft eski versiya. Buni bitta afzal tarafi bor. Hozir sizlarga tushuntirib o'taman bu narsani. Chiqasizlar va bolalar bitta zo'r narsa bor. Men buni Telegram kanalimda batafsil silkalarini tashlab qo'yaman. Bu Minecraftga server ochsa bo'ladi. Bitta Google'da yoki Chrome brauzerida o'sha sayt bor. O'sha saytda o'sha silkasini tashlayman. Sizlar Telegram kanalimda ko'rib olsanglar bo'ladi. Va o'sha saytdan server sazdat qilinadi. Server sazdat qilishni ham o'rgataman men sizlarga. Keyin mana shu friend degan joyga kirasizlar va mana bu turgan narsani bosasizlar. Shunga bosasizlar va bu yerda o'sha ism farqi yo'q. Port o'zi chiqarib beradi. 34 bo'lib qolishi mumkin yo 94 bo'lib qolishi mumkin, shunaqa. Va IP adresini o'zi yozib beradi. Hammada bir xil IP adres chiqmasligi ham mumkin, bir xil chiqishi ham mumkin. Shuni xullas o'zi aytadi. O'sha IP adresni o'zlaring chiqarib beradi va sizlar shuni yozib server qilasizlar. Va shu server keyin bu tarafda chiqadi va kirasizlar va do'stinglar ham faqat bittasi bor. Sizlar Wi-Fi da bo'lishingiz kerak. Oddiy internet bilan kira olmaydi. Wi-Fi bilan kirish kerak yoki tochka qilib kirish kerak. Shunaqa qilib, telefonni tochkasidan ham kirsa bo'ladi. Keyin oddiy Wi-Fi dan ham kirsa bo'ladi. Faqat interneti bo'lishi kerak. O'sha narsani internet ishlashi kerak. Xo'p. Chiqadi. Shu mashitda serverni IP'sini u do'stingiz ham yozishi kerak bo'ladi. IP, port va ismini ham yozish kerak bo'ladi va chiqadi. Mana shu yerda chiqadi va kiradi. Server 20 kishiga moslangan serveri bo'ladi. Bemalol video olib challenge qilsalaring bo'ladi. Yaqinda ertaga yoki ertaga desam bo'ladi. Ertaga Avanti Star degan yangi qo'shilgan jamoamiz a'zosi bor. O'sha bilan video bo'ladi. Avanti Starga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana kanalini ham chiqarib qo'ydim. Va yana bizga boshqa qo'shilgan bitta odam bor va u ham Wetstock'ni ham kanaliga qo'yib qo'ydim. Shu kanalni hammasini silkasi kommentariyada va описаниyaga yozib qo'ygan bo'laman. Va Telegram kanalimga silka ham описаниyada bo'ladi va kommentariyaga ham yozib qo'yaman. Shunaqa qilib bolalar silkasini qanday ishlatilishini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Faqat obuna bo'lasizlar. Bitta sharti shu obuna bo'lib keyin ko'rsalaring bo'ladi. Xullas sizlar bilan Fenzo bo'ldi. Comeback qildik. Endi bolalar video bosiladi, video bosamiz endi. Faqat bitta
yomon yangilik, yomon xabarimiz bor. Bu Derzu endi qaytishi noma'lum, aniq emas, chunki Derzu telefoni sinib ketdi. Telefonni tuzatishiga ham ancha vaqt kerak ekan. Agar qaytadimi qaytmaydimi bilmadim. Ertaga Derzudan intervyu olib beraman. Intervyudan shu videoda bo'ladi. Hop, shu videoda emas, keyin boshqa videomizda bo'ladi. Korоче, Derzudan intervyu olamiz. Xullas, bolalar, hammalaringga rahmat. Comeback bilan tabriklayman hammalaringni. Xayr do'stlar, salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying.